Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala mana shu masjidga jamlanishimizni xayrli qilsin, tarqalishimizni mag'firatli qilgan bo'lsin. Mavzuyimiz takfir. Bir musulmon ikkinchi musulmonni kofir deyishligi. Agar qarab turadigan bo'lsak, ayrim odamlarni mana shu xatarli ish bilan mashg'ul bo'layotganligini ko'ryapmiz. Xususan yoshlar o'rtasida. Yosh kattalar birovni kofir deyotgani yo'q. Eski domlalarimiz, yoshi ulug' domlalarimiz bu yurtning ulamolari birovni kofir deyotgani yo'q. Albatta mana shu musulmonlarni kofir deyotganlar ilmsizligi sababli bu gapni gapirishyapti. Kelinglar mana shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Takfir nima? Uni xatari qanday? Kim chiqardi bu narsani? Biz musulmon sifatida boshqa bir musulmonni kofir deyishlikka haqqimiz bormi? Kimga haqqi bor bir odamni kofir deyishlikka? Mana shular haqida suhbat qilamiz. Mavzuga kirishdan oldin bitta savol beraman sizlarga. Ilm nima o'zi? Ilm voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar. Ya'ni sizga kelgan narsa, uni ilm deb sizga o'rgatdi, u xabar. Voqelik shunaqa ekanligini tasdiqlamagunicha. Endi shu narsani ilm ekanligini vaqt ko'rsatadi. Qaytarib aytaman. Voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar ine ilm bo'ladi. Bir joyga bordingiz, ikkita xona turibdi. Tasavvur qiling, bittasida tilla turibdi, qumi, ikkinchisida latonda kukuni turibdi. Ikkala metal haqida xabaringiz yo'q. Shundan bittasidan deydi, shuntenga to'ldirib solib ketdi deydi. Shunda gangiysiz. Nima yo'q shu yerda? Ilm yo'q. Darsga kirmadik hali. Men sizlarga muqaddima qilyapman. Ikkita odam bittasi tilladan soldi, shuntenga to'ldirib, ikkinchisi latonni soldi. Qarasa bir xil sariq temir ikkalasi ham. Keyin yurtiga kelgandan keyin bozorga olib tushganda ina bilindi. Qaysinisi tilla, qaysinisi narxivalatlik. Ungacha ikkalasi ham metal deb qaradi, ikkalasi ham sariq dedi. Ikkalasi ham cho'ntagiga soldi. Vaqt o'tgandan keyin voqelik tillani qimmat ekanligini ko'rsatdi. Qaytarib aytaman. Voqelik haqida sizga kelgan to'g'ri xabar ilm deyiladi. Qarasang, mana bu oyat hadisda gapiradi, mana bu ham oyat hadisda gapiradi, g'irt qarama-qarshi bir-biriga. Birodarlar, modomiki uni ham, buni ham suyangan narsasi Qur'on sunnat bo'ladigan bo'lsa, gapi bir xil chiqish kerak emasmidi? Nimaga buni bu kofir deydi? Vaholanki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan edi. Yana soddaroq misol, 3 litrli banka qaynoq bo'lib turganda muzdek suv quysa nima bo'ladi banka? Bu xabarmi, ilmmi? Bu ilm, o'sha tajribadan o'tib bo'ldi. 1000 marta qildik, adamimiz yedik. Choyni sovutma bankada, cho'mishda sovut degan. Bankani sinadi degan bitta xabar keldi. Sinmaydi degan bitta xabar keldi. Muzdek turganda sovuq yoki muzdek issiq turganda muzdek qo'ysangiz. Ikkita xabar, qaysinisi ilm? Vaqt isbotini ko'rsatmaguncha uni ikkalasini xabar deymiz. Sizlarga oyat, hadis bu, manaqa, mana yo'l, mana to'l, manaqa desa, oyatni, hadisni eshitib turib xulosa qilgani shoshilmaylar akalar. Ayrim birodarlarimizni mana shu musulmonlarni kofir yoki musulmon ekanligini aniqlashni o'zini ishi deb bilib olgan. Agar shu ishni qilmasa kofir bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Ya'ni kofirni kofir demagan kofir degan so'z bor. Ha, bu to'g'ri. Islomdan tashqari dinda bo'lganlarni kofir deymiz. Ammo musulmonlardachi? Bu odamlarning ilmsizligidan, tajribasizligidan, yoshligidan, g'o'rligidan, boyaga fikrni noto'g'ri kallasiga joylab olganligidan odamlarda aybini topishlik, kamchiligini qidirishlik bilan, kofirga chiqarishlik bilan ovora bo'lib yurganini ko'ramiz. Ha, islomdan boshqa dindagilar musulmon deyilmaydi, kofir deyiladi. Ularni shubhalanmasdan, ikkilanmasdan kofir deymiz. Lekin kalima keltirgan, ahli qibla bo'lgan bir musulmonni kofir deyishlik akalar, avom xalqning ishi emas. Bizning ishimiz emas ukalar. Mana qorilarimiz o'tiribdi, sanadlar olishgan. O'tirib alhamdulillah topshiringlar-da, necha foizli o'tasizlar shu yerda o'tirganda? Alhamdulillah. Sizlar o Alloh qada, Allohning vajhi, yadi degan temalarni muhokama qilyapmiz yoshlar. Bu musulmon, bu kofir deb turib katta masalalarga tajovuz qilib tashlanyapmiz. Alhamdulillah o'qib o'tib bering, birodar. Bilmaysizmi? Arab harflarini ikkiga bo'lib bering. Istilo, istifolo harflarini aytib bering.
Siz o'zi alhamdulillah to'g'ri o'qimaysiz-ku, ona domlaning aqidasini noto'g'ri ekanligini bilasizmi? Biz joyimizni bilaylik o'zimizni. Shay Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni taniysizmi desam, men ilmiga guvohlik bermayman deyapti. 30 ga kirgan bola. Sen kimsan shayxni priznovat qilmagani? Chiroqni o'chiringlar demas, chiroqni hammasini. O'chiringlar, qop-qorong qilinglar xonani. Meni ko'ryapsizlarmi? Men ham ko'rmayapman sizlarni. Yoqing endi. Mana shu chiroqlar yurtimizning ulamolari, ustozlar, ilm ahllari. Sizlarni boshingizda anglatayotgan, sizlarni gangitayotgan narsa mana shu ulamolarga nisbatan qalbinglardagi hurmatni yo'q qilgandan keyin o'zini yapib o'tkaza oladi shu toifalar. E'tibor beringlar-da, boshida shu ulamolarni yomonlashdan boshlaydi ishini. Yetib bordimi? Misol yetib bordimi? Bizning yurtimizning ulamolari bir-birini yomonlaganini eshitganmisizlar? Bu yaqinda paydo bo'lgan kasallar nimaga yomonlaydi? Chunki chiroq yoqib tursa, ma'da telefon turibdi, ma'da choy turibdi, mikrofon turibdi, men gangimayman. Kerak bo'lsa salfetkani bitta qo'limni uzataman-da olaman. Agar o'chib bo'lsa paypaslashim kerak. Piyola non torib yuboraman, mikrofon tushib ketadi. Tushunyapsizlarmi nima demoqchi bo'layotganimni? Avval shu ulamolarda obro'yi qalbingizda to'kiladi. Ular hech kim emas, ular kofir, fosiq deb turib hurmatni to'kib qo'ygandan keyin, chiroqni o'chirgandan keyin o'zining lampochkasini orqasidan yirtishadi. Bu yerda aldanib qolgan ukalarimiz ham o'tiribdi. Ana shu chiroqlari o'chirilgan ukalarimiz o'tiribdi. Domla aytdi, to'g'ri aytdi. Biz yomon ko'rmaymiz. Biz rahmimiz keladi shu ukalarga. Ertaga qiyomat bo'ladi. Ertaga Allohning huzuriga boramiz. Sondiqlar ochiladi, shunda ko'ramiz. Vaqt o'tgandan keyin sizni tutgan yo'lingiz ilmmidi yoki faqat xabarmidi? Unda kech bo'lib qoladi. Unda kech bo'lib qoladi. Albatta bir musulmon ikkinchi musulmon kofir deyishligi xatarli masala. Bu qozilarning, muftiylarning, ulamolarning ishlari. Avom xalq bu narsaga aralashmasligi kerak. Avvalgi davrlarda birodarlar, mana shu takfirni kim ishlatgan? Nima maqsadda ishlatgan? Musulmon rahbarlar, musulmon sultonlar turgan paytda unga qarshi chiqishlik bog'iylik deyiladi. Shariat hukmida haddidan oshganlar, tug'yonga ketganlar, sultonga qarshi chiqqanlar bog'iy deyiladi. Bularning jazosi qattiq shariatda. Ana shu sultonga qarshi chiqishlikning bitta yo'li bor edi. Uni aqidasi buzuq, u kofir deb turib fatvo chiqarib oladi o'ziga, shu bilan unga qarshi chiqishlik shar'iy bo'lib qoladi ular uchun. Demak, takfir musulmon sultonlarga qarshi chiqishlik yo'lida ishlatiladigan siyosiy asbobga aylanib qolgan edi. Tushundinglarmi? Undan ko'nglingiz sovishlik uchun kofirlikni isbotlab berasiz. Mana oyat bor, mana hadis bor, bunga amal qilmaydi. Yana bitta misol berib aytib o'taman. Oyatda manaqa degan, hadisda manaqa degan desa, shu oyatning tafsiri, hadisning sharhi, fuqaholarning chiqargan shundan hukmlari, aqida ulamolari, usul ulamolarini gaplarini eshitmasdan tarjimani eshitib turiblar, boyaga xabarga yetib ketyapsiz ilm deb. Aytaymi? Qur'on, hadis bizga yetadi, mazhab kerak emas degan gap bor. Biz Qur'on va hadis bilan yashaymiz, boshqa narsa kerak emas, chunki Rasululloh davrida bu ikkita narsa bo'lmagan. Mazhablar va aqida maktablari. Desa, hali gap sizga yoqadi-da. Oyat yetadi bizga, hadis yetadi degan ukalar yaxshilab eshitib oling nima deganlarida, tushuninglar nima deganinglarni o'zingizlar. Men sizlarga qancha misol tushuntirib qo'yaman. Bishkekka yurgansizlar, Perevoldagi Visokovolni to'kib o'rgansizlar. U yerdagi simdagi narsani ati nima deyiladi? Elektr toki deyiladi. Mana rozetkadagi narsa ham nima deyiladi? Elektr toki deyiladi. O'sha elektr toki necha kilovat? Bishkekdagi, yo'lidagi. 10 ming. 10 ming bormi, kami yo'qmi? 10 ming ekan, 10 ming dedi. Uni ati ham tok, mana u ham tok. Endi siz simni ko'tarib chiqib ketyapsiz Visokovolga. Bir tefalda choy qaynataylik deb. U tok nima qiladi sizga? Akalar, ana shu 10 ming kilovatlik tok bir joyga boradida 380 bo'lib maydalanadi. Transformator 380 qilib beradi. 380lik tok mahallangiz boshiga keladi. Bitta transformator bo'ladi. 380 ni 220 qilib beradi. Ine tok sizni foydangizga ishlaydi. Sizlar Qur'onda o'zi yetadi, hadisda o'zi yetadi. Qur'on bilan hadisni ushlab keta olamiz deb o'ylayapsizlarmi? Kimmiz biz? Ummat 1300 yildan beri ana shu ulamolarni transformator orqasidan o'tgan ilmi bilan foydalanib kelyapti.
Tushunyapsizlarmi endi? Mazhab kerak emas. Oyat, hadis yetadi deyotgan paytda qanaqa xatarga tushayotganligini bilyapsizlarmi? Kim aytayapti oyat kerak emas deb? Kim aytayapti hadis kerak emas deb? Mazhab akalar, shu oyat, hadisni siz bilan biz tushunishimiz oson bo'lishi uchun ishlab chiqilgan bir yo'li. Takfir. Takfir bu muayyan bir odamni kofirga chiqarish. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bir odamni kofir deb e'lon qilishlik. Shariatga binoan mana haqiqiy islom olimlari odamlarni kofir deyishlikka juda ehtiyot bo'lishgan. Bu yerda men sizlarga hamma tan olsa kerak bu kishilarni, Imom Azamning gapini, Imom Shofiyning gapini, Imom Ahmad ibn Hanbalni, Imom Tahoviyni, Imom Nasafiyni va bir qancha avval yashab o'tgan butun ummat tanigan salaf ulamolarimizni, xalaf ulamolarimiz gaplarini o'qib beraman. Agar shularni ham gapini qabul qilmasak, shularni ham ilmiga tan bermaydigan bo'lsak, unda kim ekan ahli sunna? Hanafi ulamolarining mana shu xulosasi aytishadi, mo'min musulmon bo'lib tug'ilgan, mo'min musulmon bo'lib tanilgan bir odamning biror gapida yoki qilgan ishida 99 ta dalil kofirligiga dalolat qilib tursa, lekin bitta dalil uning musulmonligini bildirsa, ana o'sha bitta dalilga suyanib, uni mo'min musulmon deb hukm qilinadi deganlar. Mana shu yurtda yashab o'tgan kibor ulamolarni qoldirib ketgan ilmiy merosini, ummahatul kitoblarni o'qimagunicha ilm haqida gapirmaylik biz. Demak, 99 ta dalil kofir ekanligini bildirib turibdi. Ammo bitta dalil mo'min ekanligini dalolat qilib turibdi. Shu bitta dalil olinadi. Endi nimaga unaqa degan? Chunki birovni kofir deyishlik qanchalar xatarli ish ekanligini juda ham, ya'ni mujtahidlar bo'lgan ular. Mana shu qarash 99 ga 1 degan qarash. Mulla Ali Qorini tomonidan ham aytilgan. Mana bu kishini 3 ta kitobda shu fikrda aytganligini guvohi bo'lamiz. Mulla Ali Qori tan olinsa kerak, a? Butun ummat, ahli sunna va jamoat musulmonlari Mulla Ali Qorini tan oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Waqad zakaru anna al-mas'alata al-muta'alliqata bil-kufri idha kana laha 99 ihtimalan lil-kufri wa ihtimalun wahidun fi nafihi fa awla lil-mufti wal-qadi an ya'mala bi ihtimali nafi. Dar haqiqat olimlar zikr qilganlarki, kufrga taalluqli bo'lgan masalada qachonki kufrning 99 ehtimoli bo'lsa-yu, bitta ehtimol uning teskarisiga bo'ladigan bo'lsa, mufti va qozilarga avlosi shuki, kufrga qarshi ehtimolga amal qilganlar. Bu nimasi ekan? Fiqhul akbarga yozgan sharhi. Chunki 1000 ta kofirni qoldirishdagi xato bitta musulmonni chiqarishdagi xatodan ko'ra osonroqdir. 1000 ta kofirni qoldirishdagi xato bu xato. 1000 ta kofirni musulmon deb aytib yoribdi adashib. Bu xato. Lekin bundan ko'ra kattaroq xato bitta musulmonni kofirga chiqarib olishlikda. Fiqhul akbar kitobi. Ikkinchi kitob Mulla Ali Qorini Ash-Shifoga yozgan sharhida ham shunday deydi. Muhaqqaq ulamolarimiz aytishganki, agar biror musulmonning kofir deyilishiga ishora qiladigan 99 ta dalil topilsa va uning musulmonlikda qoldirish borasida esa bitta dalil topilsa, mufti va qoziga ushbu bitta dalilga amal qilmoqlari kerak bo'ladi. Bu so'z qayerdan olingan? Hanafiy mazhabi, boshqa mazhablarda albatta kitob va sunnatdan dalili bor. Dalilingiz bormi, domla deydi. O'tirmaga, dalil nima o'zi? Nimani bilasan? Menga alhamdulillah to'g'ri o'qib ber. Inson 4 xil bo'ladi insonlar. Biladi, bilishini biladi. Bu olim. Bunga ergashamiz. Biladi ikkinchi odam, lekin unutib qo'ygan. Bu g'ofil. Bunga eslatamiz. Uchinchi odam, bu bilmaydi, lekin bilmasligini biladi. Bu johil, bunga o'rgatinglar. Bilmaydi, bilmasligini ham bilmaydi. Bu shayton, bundan uzoq bo'linglar deydi. Olim, g'ofil, johil, shayton. Biz qaysinisimiz? Biz birinchisimiz. Biz olimmiz biz. Kitob o'qing edi. Ulamolarimiz 1000 yilda uyog'ida yashagan ulamolarimiz nima degan? Eshiting edi. Siz xabarga ishonib ketaverdingiz.
Tashqari isib ketdi, 16 gradus bo'lib ketdi desa, haligi odamga gapiga ishonib turib, to'nni tashlab chiqib ketmaysiz. Nimaga qaraysiz? To'xtachi deysiz. Tashqarida sovuq yeb qolmasligi uchun tekshiryapsiz uni gapini. Derazadan qaradingiz, ko'rinmayapti, qorong'i. Telefonga qaraysiz, pagodaga. Siz ko'chada soqotib qolmasligi uchun shuncha tekshiryapsiz kelgan xabarni. Qanday qilib sizni aqidangizni, diningizni belgilayotgan ishni to'g'ri kelgan odam aytsa qabul qilyapsiz? Biz birovni yomonlab, birovni haqorat qilmoqchi emasmiz. Biz o'zimizni, birodarlarimizni ko'zga taqilgan cho'rni beli ochgan olib qo'ymoqchimiz. Kamalada nechta rang bor? Endi daltonik degan kasal bo'ladi, bilasizmi? Nima u? Rang ajrata olmaydi. Rang ajrata olmaydigan odam bilan boqqa kirib gullarning rangini bahs qilinadimi? Yoki kamalayda rangi haqida bahs qilinadimi? Seni ko'zingni ochga taqib qo'yibdi. O'zingdan boshqani nohaq deyishlikka o'rganib olsan. Hammani kofir, fosiq deyapsan. Hamma yo'qda bidat, fisq, fujur deyapsan. Sen ko'zingni sho'rni beli qilib qo'y, svidno ko'rar eding, qarada birodar. O'sha ochgani taqishidan avval ona odam seni yaxshi ko'rar eding. Ta'lim olgan eding, 15 yil, 20 yil, safarga chiqqan eding, pul muomala qilgan, tanir eding buni. Umar ibn Xattob aytgan formula bo'yicha. Lekin bitta odam kelib ko'zingga shunday ochgan taqudi bo'ldi-da. Endi senga o'shuni yomonlagan odam bilan safarga chiqdingmi? Pul muomala qildingmi? Qo'shnichilik taniysanmi senga shu ishni o'rgatayotgan odamni? Achkani olinglar ukalar. Albatta shu oldanib qolgan ukalarimiz ham o'tiribdi bu yerda. Bizni yaxshi ko'rar edi bir paytlar. Lekin keyin salom bersak, mashina xo'mrayib, qog'ini soptirishlikka o'tdi. Kim o'rgatdi sizlarga bu narsani, birodarlar? Nimani o'rgatdi sizlarga? Albatta endi o'pkasiga koronavirus kirib bo'lgan odamga maska tutishni foydasi yo'q. Chunki u maskaga kasal kirguncha taqish kerak edi. Endi shu kasal qalbingizga kirib bo'lgan bo'lsa, endi maskani keragi yo'q. Mana gaplarimiz ham foydasi bo'lmaydi ularga. Unda nima gapiryapsizlar unda? Ikkilanayotgan, ganglayotgan, hali oldanmaganlarga gapiryapmiz. Bittasi shu men bilan bahs qilyapti. Bizga yaqin bo'lgan edi bir payt. "Ey, desam, siz bilan meni bahs qilgani ilmim yo'q-da", deyapti. Unda qanday bildingiz meni aqidamni noto'g'riligini? Aqidalarda shubham bor, deyapti. Xo'sh, shubham bo'lsa ayt, menda manaqa. Dalillarda aytsam, meni ilmim yo'q-da, deyapti. Unda qanday bilding meni aqidamni noto'g'riligini? Logikaga to'g'ri kelyaptimi? Achka taqqanlar achkani olib qarab ko'ringlar-da. Demak, Mulla Ali Qori Fiqhul Akbarga yozgan sharhida, Ash-Shifo kitobi yozgan sharhida mana shu fikrlarni aytdi. Bu so'zni dalili payg'ambarimiz aytganlar, qodir bo'lguncha musulmonlardan jazolarni tark qilinglar. Bas bir musulmonda kufrdan chiqish yo'lini topsangiz, uning yo'lini bo'sh qo'ying. Zotan imomning avf qilishda xato qilgani, azobi uqubat berishda xato qilganidan yaxshiroqdir. Xato fatvo chiqarib, muftiy, qozi jazolamay chiqarib yubordi. Xato bo'ldi. Bir odamni nohaqdan jazo berib qo'ydi. Ikkalasi ham xato bo'ldi. Qaysinisi og'irroq? Haq bo'lgan odamni jazolaganda. Har bitta mazhabimizda aytilgan fatvolarda birodarlar dalili bor, hujjati bor. Xotirjam bo'linglar. Agarlar sizlar la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan musulmonsizlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz hammanglarni. Millati qanaqa, qayerda yashaydi, qayerda tug'ilgan, nevajna, kalima keltirib bizni birodarimiz. Faqat oldab qo'yishyapti-da. Mulla Ali Qori Mishkotul Masobihga bitgan sharhida, Mirqotul Mafatihda shu fikrni aytadi. Bas, albatta odamlardan iborat birortasi qachon 99 dalilli kufriga, bitta dalil esa uni xilofiga dalolat qilib tursa, uning dindan chiqqanligiga hukm qilish halol bo'lmaydi. 3 ta kitobida 99 ga 1 deyapti. Ali Qorini mana shu gaplardan yana bir tushunishimiz kerak bo'lgan muhim narsa, o'sha musulmon kufr gapini aytgan bo'lsa, qasddan gapirgan bo'lsa shu hukm. Qasddan gapirdi. 99 ta dalil kofirligiga, bitta dalil mo'minligiga. Endi beqasd gapirgan bo'lsa, teng bo'lib iymondan chiqmaydi. Agar bir odam kufrga sabab bo'ladigan gapni gapirib qo'yib turib, men bilmabman. Bunaqa ma'noligini tushunmabman. Men mana ma'noda aytuvdim. Jahlda aytvoribman. O'sha odamni haqorat qilish uchun aytvoribman. Sen kofirsan devordi. Sen kofir bo'lding devordi. Men undan jahlim chiqib gapirdim, lekin iymondan chiqish niyatim yo'q deydigan bo'lsa, mutlaqo uni kofir deb bo'lmaydi.
Albatta, bu fikrlarni akalar hammasini kitob-u sunnatdan dalili bor. Bilasizlarmi, mana shu sizlarga mana shu hadis bor, mana shu oyat bor degan paytda sizlar mo'minliginglar uchun, qalbinglar tozaligi uchun va bitta aybinglar ishonuvchan bo'lganligingiz uchun qalbinglarni ochib qabul qilib olyapsizlar. Bilasizlarmi, o'sha hadisni aytib turib, sahih hadisni aytib turib, sizni o'zingizni dindan chiqarib olishi mumkin. Ilmsizlik shunaqa musibat. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun. Musulmon bilan so'kishsa nima bo'ladi? Fosiq bo'ladi, urushsa kofir bo'ladi. Xo'p, zohirini oling hadisda. Aytdik, bunday qilsa kofir bo'ladi, bunday ishda gapirsa kofir bo'ladi deb aytilindi. Bu xabar xolos, hukm emas hali. Lekin kofir bo'ladi degan gapni hukm qilib oldingiz. Bu yoqdan bexabar. Musulmonlar tarixining eng qora davri, fitna davrlari Ali ibn Abi Talib davrida. Bir tomonda Ali ibn Abi Talib chiqdi Madinadan qo'shin bilan. Bir tomonda Muaviya ibn Abu Sufyon keldi. Fitna bo'ldi. Xo'p, boyaga hadisda zohiriga qaranglar. Bir-birini o'ldirsa kim bo'lardi? Endi qaysi tarafni kofir deysizlar? Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Talhat ibn Ubaydulloh bir tomonda, Zubayr ibn al-Avvam bilan birga, Ali ibn Abi Talib bir tomonda. Qaysi tomonda kofir deysiz? Ey ukalar, ko'zingni ochish, senlarga oyat bor, hadis desa laqqa tushib o'tiraverma. 1,5 yil oldi bu islomimizga birodarlar. 1442-yil hozir. 100 yilni chiqarib yuborib yo'qiga 1300 yildan beri ummat bir xil reysda, bir xil ilm bilan kelyapti. Kallalarni ishlatinglar. Demak, Imom Tabaroniy va bir qancha sahobalar quyidagi hadisni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilishadi. Siz gapirgan fikrni, sizga aytgan so'zni, siz olib kelgan fikrni qabul qilmasa, biz haqni gapiryapmiz, o'shuning uchun qabul qilishmayapti deb turib, o'zini g'ariblarni qatoriga kirgizib qo'yadi. Kelinglar shu g'ariblar haqidagi hadisni to'liq o'rganamizda, biz o'sha g'ariblarning ichiga kiramizmi, kirmaymizmi? Islom g'arib holda boshlangan va g'aribligiga qaytadi. G'ariblarga tavbo bo'lsin degan Rasululloh, jannat bo'lsin. Sahobalar gaplashib o'tirishganida, ayrim masalalarda bir talashib tortishayotganida, shunda Rasululloh chiqib keldilar. Sahobalar aytishadi, bizga ko'pgina narsalarni aytdilar va gap orasida islom g'arib bo'lib boshlangan va yaqinda g'aribligiga qaytadi dedi. Bo'ldi, shu yerda bilamiz. Bo'ldi. Bizni gapimizni olishmadi, biz haqni gapirdik. Bu domlalar haqni gapira olmaydi, onamdan qo'rqadi, onasidan ajralib qolishdan qo'rqadi. Shu gapni eshitamizda. Haq faqat bularda ekan. Shunda biz g'ariblar kimlar yo Rasululloh deb so'radik. Rasululloh aytdilar: "Alladina yuslihuna idza fasada nas." Odamlar buzilib, fasodga uchrab ketganda isloh qiladi g'ariblar. Wala yumaruna fi dinillah. Allohning dinida talashib tortishmaydi u g'ariblar. Wala yukaffiruna ahadan min ahli tawhid bi zambi. Ahli tawhid bo'lgan kishini bironta bir gunoh bilan kofirga chiqarmaydilar. 3 ta sifat aytildi. G'ariblar kim ekan? Isloh qiladi, talashib tortishmaydi, musulmonni kofirga chiqarmaydi. Isloh qiladi. O'zini mana shu hadisda aytilgan g'ariblar qatoriga qo'shayotgan ayrim odamlar, ayrim birodarlarimiz qarab ko'raylik-da. Mana shu sifat bizda bormi? Bizni qilayotgan ishimiz, berayotgan ta'lim tarbiyamiz sababli odamlar isloh bo'lyaptimi, buzilyaptimi? Bolam, bizni kofir deb bilasanmi? Desa, o'sha takfirga yetib borgan. Dada, Alloh Qur'onda va sohibuhuma fi dunya ma'rufa degan deyapti. Alloh taolo faqat o'zimga ibodat qil dedi, ota-onangga yaxshilik qil dedi. Ha? Ota-onang seni bilmagan narsaga buyursa, ya'ni shirkka buyursa itoat qilma, lekin dunyoda chiroyli muomalani qilaver degan. Nima deyapti otasini? Kofir deyapti. Bizni qassoblarimizdan go'sht olib yemas ekan. Bizni masjidlarimizga chiqib juma namozi o'qimas ekan. Nima deyapti bizni bular? Kofir deyaptimi? Shuning uchun siz olgan ta'limning oqibatida ota-onangizga kelib tikka qaramayapsizmi? Avval qadrdon, do'st, birodar bo'lib yurgan oshnalaringizni, do'stlaringizni gapirsangiz, gapingizni olmasa fosiq, kofir demayapsizmi? Isloh qilyapsizmi, fasodga uchratyapsizmi? Musulmon bizni bergan ta'limimiz bilan bir musulmon ikkinchi musulmonga nisbatan qalbida nafrati bo'lib,
Salom bersa Ali olmaydigan darajaga chiqib qolmayaptimi? G'ariblar deyapsizlarmi o'zingizlarni? G'ariblar isloh qiladi, buzmaydi odamlarni. Oq qilaman bolam desa, o'tmaydi oqiz deyapti. Chunki otasining aqidasi noto'g'ri deb domlasi ishontirib qo'ygan, bo'ldi. Virus kirgan, endi maskani keragi yo'q. Ikkinchisi sifati nima edi? Talashib tortishmaydi. Kim talashib tortishyapti? Aytinglarchi. Mana shu yurtda eski domlalari, yoshi ulug' domlalarning shogirdlaridan olgan ta'limlar sizlarda talashib tortishtiryaptimi yoki yoshlarni bergan ta'lim orqasida bir talashib tortishyapmizmi? Yana u tortishayotganlar kimlar desangiz, hozir aytgan alhamdini to'g'ri o'qimaydiganlar. Allohning qayerdaligini bahs qiladi. Birinchi sifati isloh qiladi. Ikkinchi sifati talashib tortishmaydi. Uchinchi sifati gunoh sababli ahli qiblani, ahli tavhidni kofirga chiqarmaydi. Yana qaytarib aytaman. Kimlar kofirga chiqaryapti o'zini birodarlarini? Yoshlar. Yoshlar kimdan olyapti bu gapni? O'sha katta ustozlarimizdan olmayapti. Ummahotul kitoblardan olmayapti, broshuralardan olyapti. G'ariblar isloh qiladi odamlarni. Talashib tortishmaydi. Gunoh sababli bir musulmonni nima qilmaydi? Hadisda davomi ham bor ekan-a? Davomi ham bor ekan-a? Shu 3 ta sifat sizda bo'lsa, demak siz o'sha g'ariblardansiz, inshaalloh. Muborak bo'lsin. Bunday kishilarga payg'ambarimiz jannatni bashorat berganlar.